Assalomu alaykum hammaga, butun O'zbekiston xalqiga murojaat qilyapman. Bir akamizda o'zi bilmagan holatda ikkita buyragi qurib qolyapti. Aka 1 yildan beri dializda. Dializga tushgandan keyin birov aytgan, tabibga bor degan, tabib davolaydi degan, tabibga borsa, tabib 1 yil davomida akani bor pulini shilib, qarzga tiqib bo'lgandan keyin boshqa yo'l qolmayapti. Hamma tavsiya qilyapti buyrak ko'chirish operatsiyasi. Buyrak ko'chirish operatsiyasiga hozir 70-80 million dori, darmon, analiz, hamma narsasiga o'shancha pul ketar ekan. Surishtirdik uni. O'shanga butun O'zbekiston xalqidan, saxiy insonlardan yordam beraylik. Shu akani yonida yelkadosh bo'lib turaylik. Bizlar yelkadosh bo'lmasak, bir chet davlatdan birov kelib yordam bermaydi yoki bir Marsdan kelib yordam bermaydi akalar. Mana hozir uyga kelib qoldim. Iltimos sizlarda mana bu ekranda nomeri bilan plastik kartasi turibdi. Mana hozir akani o'zi bilan video qilmoqchiman. Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib borayotganlar. Mana bu yonimdagi aka, Saleyev Qahramon aka ism-shariflari. Bu yoq 1 yildan beri dializda o'tiradi. O'zi bilmagan holatda bebaho sog'lig'i, ya'ni oltinga teng sog'lig'ini yo'qotib qo'ygan. O'zi bilmagan holatda bu yoqda ikkita buyragi ham qurib qolgan. Bu yoqqa srochni buyrak operatsiyasi kerak. Ya'ni o'zini opalari o'z buyragini beryapti. O'shani operatsiyasiga, laboratoriyaga, dori darmonga bir 70-80 millioncha pul ketar ekan. So'rashtirib nima qildik? Siz yaxshi insonlardan, butun O'zbekiston xalqidan yordam so'rab qolamiz. Imkon darajasida, mayli 5 mingmi, 10 mingmi imkon darajasida siz aziz hamyurtlardan so'rab qolamiz. Hech bo'lmasa mana shu videomizga like bosib, komment yozib, yaqinlaringizga ulashib qo'ysalaringiz, mana shu savobga sherik bo'lasizlar. Rahmat kattakon.